O'zi menga dam olish yoqmas ekan. Ishsiz maza qilib yurganimda uyimni sog'inib tushkunlikka tushib qolgandim. Keyin imtihon topshirishga qaror qildim. 2-3 hafta tayyorlanib bemalol topshiraman deb o'ylagandim. Yorim o'ylaganimdan ancha oldinroqqa qaytishim uchun bilet olib qo'yibdi. Bu qisqa vaqtda bilmayman qaysi biriga ulguraman. Hali yeb ulgurmagan ovqatlarim, bormagan joylarim navbatda turibdi. Italiyadan issiq ketyapti, qaytaverasiz dedi. Bu yerda lekin maza qilib dam olyapman. Hozir ham parkentga chiqib ketdik oilaviy. Hozir ikkita oilam ham dars qilishim uchun maksimal sharoit qilib berishyapti. Ish qilib sharmanda bo'lmaydi. O'zim men bandlikdan maza qiladigan odamman. Natijadan ko'ra jarayon yoqadi menga. Har kuni foydali nimalardir qilaman. Miyam faqat o'zimning hayotimga fokus qilgani yoqimli. O'zi 3 oy qabul ochmasdan dam olaman degandim. Juda ham ko'p followerlarim ingliz tili kurslari so'rab yozishaverdi. Hozir avgust guruhlari uchun qisqa muddatga qabulni ochdim. Profil shapkasidagi havola orqali ma'lumot olsangiz bo'ladi. To'g'rida o'zi qabulni kam ochsam, yana oylab ingliz tili o'qitmasdan dam oladigan bo'lsam, odamlarni chalg'itib nimaga English Visola deb nom qo'yaman, to'g'rimi? Shunchaki Mahmadona Visola deb qo'ysam bo'ladi-ku. Xullas Instagramdagi ismimga mos bo'lish harakatidaman. Mahmadona emas, Positive Visola ham mos tushar ekan o'ylasam. Toshkent Reels hisobi bo'yicha 15-kun. Hammaga rahmat.